Kim desam, taniyman, faqat yordam beringlar, ko'p so'ramaylar dedi. Kecha poytaxtimizning Sergeli tumanidagi quruvchilar dahasida joylashgan aynan mana shu ko'p qavatli uyda dahshatli yong'in ro'y berdi. Bu hali hammasi emas, gap shundaki, yong'in sodir bo'lgan xonadondan 2 nafar yigitlar pichoqlangan holatda topiladi. Ma'lum bo'lishicha, gumonlanuvchi yigit Sergeli tumanidagi tanishining uyiga mehmonga keladi va kutilmaganda ular o'rtasida kelishmovchilik ro'y beradi. Shundan so'ng esa gumonlanuvchi yigit oshxonadagi o'tkir tig'li jism bilan 2 nafar yigitlarga tan jarohatlar yetkazadi. 2,5 atrof dedi. Ham baqir-chaqir bo'lib ketdi. Endi Necha yoshli bolalar edi bu fuqarolaringiz? 22 yosh, menimcha 22 yosh. Biz holat haqida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lish uchun farog'atli mahalla fuqarolar yig'iniga keldik. Pichoqlangan fuqarolarimiz 16-go'rbalnitsa bilan va 39-viloyat bolnitsasiga yotqizilgan. Demak, pichoqlangan fuqarolar sizlarning mahallada istiqomat qilgan doimiy ravishda. Yo'q, bittasi bizani fuqaro bo'lgan, tadbirkor, ikkitasi esa do'sti o'rtog'i bo'lgan. Ikkita fuqaro mehmonga kelgan. Voqea aynan mana shu xonadonda sodir bo'lgan. Biz ichkariga kirmoqchi edik, lekin ko'rib turganingizdek, eshik muhrlab qo'yilgan. Shifoxona bergan ma'lumotlarga ko'ra, pichoqlangan 2 nafar yigitlar jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan va ularning hayoti saqlab qolingan. Bolnitsaga bordim, ahvoli ozgina og'ir. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, 2 nafar jabrlanuvchi ham bir necha marotaba pichoqlanganligi aytildi. Shu to'g'rimi? Endi shifokorlar bittasi 5 marta dedi, bittasi 7 marta dedi. Pichoqlab, jinoyat qilib yoqib yuborgan dedi. Men batafsil hali nima deydi, keyin yoqib yuborganmi, o'sha vaqt yoqib yuborganmi, uni hali noma'lum. Gumonlanuvchi voqea joyidan qochib ketgan. Kichkinagina muammodan gaplashib o'tirgan holda urishib qolishgan. Yaxshi bola edi, hech yomon bola deb eshitmagandim. Shunda kim yoqib yuborgan uyga? O'sha bolalar bo'lsa kerak edi. O'sha kishi bo'lgan. Endi doktorlar 50 debdi. Kim desam, taniyman, faqat yordam beringlar, ko'p so'ramaylar dedi. Iltimosimiz bizga kamera qo'yib bersin hozir. Ademiy lift ichida ham ishlamaydi. Yo'q, nomini qo'yib qo'ygan. Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning millariga ma'lum qilishicha, ayni vaqtda holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi esa qo'lga olingan. Hozirda Sergeli tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda ekan. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni hech qachon nazoratsiz qoldirmang. Imkon qadar uyingizga begona shaxslarni kiritmang. Ayni vaqtda shifoxonada hayot bilan kurashayotgan 2 nafar yigitlarni tezda sog'ayib ketishini tilaymiz. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi.